Assalomu alaykum hammaga, bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlarga nevroz holatida, nevroz kasalligida bo'ladigan ba'zi bir yopishqoq fikrlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu ko'proq qanaqa fikrlar deb savol tug'iladigan bo'lsa sizlarda, bunaqa fikrlar ko'pincha mana o'zlaringda juda ko'p bo'ladi. O'lim qo'rquvi, o'lib qolaman degan qo'rquv bo'ladi. Va bundan tashqari eng ko'p uchraydigan narsa jinni bo'lib qolaman degan qo'rquv bo'ladi. Mana shu holatda jinni bo'lib qolsam nima bo'ladi, keyin qanday holat bo'ladi degan qo'rquvli, xavotirli vaziyatlar bo'ladi. Xo'p, nevroz kasalligini o'zi tag mohiyati ham sizni nimadandir himoya qilish. Ya'ni qaysi holatdan? Ba'zi holatlarda mana shu jinni bo'lib qolishdan, ba'zi holatlarda qandaydir shu o'lim holatiga, o'lim vaziyati bo'lib qolishidan ogohlantirish. Endi bu holatni o'zlaring bilasizlar, qattiq qo'rquv yoki shunga o'xshash qandaydir sabab orqali paydo bo'ladi va inson o'limga nisbatan o'ta kuchli qo'rquvni his qiladi, o'ta sezuvchan bo'lib qoladi. Yoki ba'zilarda bu aqldan ozish, ruhiy kasallikka uchrash qo'rquvi asosida paydo bo'ladi. O'limdan qo'rquv holatida misol uchun agorafobiya shakllanadi. Mana agorafobiyani o'zlaring bilasizlar, ko'chaga chiqa olmaslik, yolg'iz qola olmaslik, odamlar ko'p joyga kira olmaslik, to'y ma'rakalarga bora olmaslik, odam gavjum joylarda bemalol harakat qila olmaslik holatlari. Yoki tanaga bo'lgan e'tibor juda ham kuchayib ketadi. Ya'ni qayerdadir kasal emasmikin degan fikr sizni butun vujudingizni qurshab oladi. Va siz butun tanani asta sekinlik bilan bitta-bittadan boshdan oyoq tekshirtirib chiqasiz. Qon analizlaridan tortib, hatto teri tanosil kasalligigacha ichki a'zolar hammasi, MRT, MCT, rentgen va boshqa har qanday yuqumli boshqa kasalliklarga, hattoki xalq tabobati yoki diniy yo'ldagi davolash usullarini ham qo'llab ko'rishga harakat qilasizlar. Endi bu holat ko'pchilikka tanish, lekin ba'zi bir insonlarda mana shu holatga qo'shimcha ravishda yoki bu holat yo'q bo'ladida ko'proq aqldan ozib qolaman degan qo'rquvlar bo'ladi. Nevroz holatda bilasizlar, xotira pasayish holati kuzatiladi. Xotira pasayish holati bu sizni xotirangiz butunlay yo'q bo'lib qoladi. Siz esar bo'lib qolasiz yoki o'zingiz kimligingizni taniy olmaydigan darajada, ismingizni esdan chiqarib qo'yadigan darajada bo'ladi degani emas. Xotira pasayishiga asosiy sabab nevroz holatida asosiy sizni diqqat e'tiboringiz faqatgina sizni sog'lig'ingizda, hayotingizda, ya'ni atrofingizdagi voqealarga qaratilgan bo'ladi. Bu holatda siz qandaydir ma'lumotni eslab qolish uchun siz diqqatingizni jamlay olmaysiz. Yoki doimiy biror bir ish qilayotganingizda yoki biror narsa bilan shug'ullanayotganingizda past yo'nalishda bo'lsa ham, past holatda bo'lsa ham sizdagi ichki xavotir turadi. Qayerdadir kasalmikin, o'tkazib yubormayapmanmikin, mana bu doktorga boraymikin yoki boshqasiga ko'ringanmikin, kim davolarkin degan hissiy xavotir, qo'rquv turadi. Mana shuni hisobiga siz atrofdagi ishlarga, atrofdagi ma'lumotlarga e'tiboringiz biroz pasayadi va mana shu natijasida sizda o'sha holatda xotira pasayishi kuzatiladi. Qandaydir ishlarni, qandaydir narsalarni, qandaydir ma'lumotlarni eslab qolishga qiynalasiz va o'zi shundoq ham xavotirda turgan holatingizga bu qo'shiladi va sizdagi xavotir, tushkunlik hissi yana ham ortib ketadi. Endi aqldan ozish holatiga esa mana shu holatlar sabab bo'ladi. Ya'ni bora men esimni yo'qotib, xotiramni yo'qotib, bolalarimni tanimay qolsam, yonimdagi insonlarni, yaqinlarni tanimay qolsam degan narsalar yoki yana boshqacharoq fikrlar keladi. Yonidagi odamlar xuddi begonadek yoki yonidagi odamlar uni tanimayotgandek yoki xayolda shunday holat, shunday tasavvurlar paydo bo'ladiki, xuddi odamlarning oldida qandaydir qilib qilvormasmikinman, qandaydir so'zlarni gapirib yubormasmikinman, qandaydir gapirib yubormasmikinman degan narsalar bo'ladi. Bu asosan mana shu mayda chuyda elementarniy fikrlarni hisobiga kelib chiqadigan narsa yoki atrofdagi ma'lumotlarga juda ta'sirchan bo'lib qoladi. Misol uchun
Ko'pchilik mana o'zi bizni o'zbek xalqiga xos narsa, masalan, siz birovga kasalingizni aytadigan bo'lsangiz, o'sha odam sizga xuddi shifokordek, xuddi mutaxassisdek maslahat berishni boshlaydi. Falon yerga borsangiz yoki falondaqa qilsangiz, mana bu dorini ichsangiz, mana bu narsani yesangiz, mana bu harakatni amalga oshirsangiz yaxshi bo'lib qolasiz degan narsani berishni boshlaydi. Yoki o'zidagi yoki shunga o'xshagan holatni sizga aytib berishni boshlaydi. Misol uchun, falonchi bor edi, yuragi kasal edi, yuragiga e'tibor bermadi, oxiri o'lib qoldi. Yoki pistonchini qon bosimi baland edi, e'tibor bermay yurdi, mana oxiri o'lib qoldi. Yoki falonchi mana bunaqa qilib yuradi, mana oxiri jinni bo'lib qoldi. Yoki unday ish qilib qo'ydi, bunday ish qilib qo'ydi degan ma'lumotlarni va siz buni xuddi o'zingizda bo'ladigandek qabul qilib olasiz. Xuddi o'sha narsa sizda bo'lib qoladigandek. Aslida unday emas. Nevroz holatida boya aytib o'tganimdek, mana shu siz qo'rqayotgan narsadan miya sizni himoya qilishga harakat qiladi va mana shu hissiyotlar, mana shu fikrlar, mana shu narsalar sizga ma'lum bir qo'rquvni shakllantirish uchun beriladigan narsa xolos. Misol uchun, o'lim holati bilan yuragingiz tez urib ketishi, qon bosimingiz ortib ketishi yoki qandaydir joyingizdagi og'riqlar bu miyaning sizga o'zingga e'tibor ber, o'zingni ehtiyot qil, o'zingni davolat degan signallaridir. Bu sizni o'ldirishga harakat qilmayapti miya. Yoki hozirgi aytganimdek, qandaydir qiliqlarni qilib qo'yaman, qandaydir so'zlarni aytib qo'yaman, odamlarning oldida sharmanda bo'laman degan fikrlarni paydo bo'lishi ham miyada o'rnashib qolgan mana shu jinni bo'lib qolishdan, aqldan ozib qolishdan qo'rquvning signallari. Mana shu holatga tushib qolmaslik uchun sen harakatingni qil. Shifokorga bor, doktorga bor, kerak bo'lsa o'sha domlaga bor, fen chiqaradiganga bor, boshqaga bor, lekin nima qilib bo'lsa ham mana shu jinni bo'lib qolishni oldini ol degan signal hisoblanadi. Bu holatdan, nevroz kasalligidan hozirgacha hech kim o'lmagan, hozirgacha hech kim jinni bo'lib qolmagan. Xo'p, mana shu holatda bo'ladigan bo'lsangiz, siz psixiatr yoki psixoterapevt yoki nefrolog mutaxassisga uchrab, o'zingizni ma'lum bir darajada tekshirtirib olishingiz mumkin. Agar sizda bu fikr juda ham kuchli bo'layotgan bo'lsa, misol uchun, jinni bo'lib qolishdan qo'rquv, siz psixiatr mutaxassisiga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu narsalar bo'lyapti, bu jinnilik alomatimi, qanday kasallik. Lekin shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Psixiatrning haqiqiy kasallari, ya'ni aqldan ozgan inson yoki ozayotgan inson hech qachon o'zi mutaxassisga borib, men kasalman, meni davolang demaydi. Ya'ni haqiqiy ruhiy kasal, ya'ni haqiqiy aqldan ozgan insonni asosan yonidagi insonlar, atrofdagilar olib boradi. Mana bunday qilib qo'yyapti, tashlanib qo'yyapti, baqirib qo'yyapti, kiyimsiz yuryapti, yo o'zi bilan o'zi gaplashadi yoki bir narsalar qiladi degan narsa bilan asosan atrofdagilar olib boradi. Bu inson esa o'zi bu narsani tonimaydi. Men soppa-sog'man, menda hammasi joyida degan fikrda bo'ladi. Siz shu holatni tekshirtirib ko'ring. Agar psixiatr mutaxassisi, psixiatr shifokor sizga, siz sog'lomsiz, bizni kasal emassiz, siz nefrologga boring, psixologga boring yoki psixoterapevtga boring desa, bilingki, bu hammasi nevroz keltirib chiqarayotgan mana shu hozir aytib o'tgan qo'rquvlar hisoblanadi. Bu holatda eng yaxshi yordam mana shu fikrlarni birinchi o'rinda o'zingiz amalga oshmasligini anglab yetishingiz, sizda hammasi joyida anglab yetishingiz, o'zingiz mustaqil harakat qilishingiz va mana shu fikrlarga nisbatan qarshi fikrlar, negativ fikrlar kelayotgan bo'lsa, siz o'rniga almashtirib pozitiv fikrlarni joylay olib bilishingiz. Va agar bu narsalar sizni qo'lingizdan kelmayotgan bo'lsa, demak siz psixoterapevtga murojaat qiling. Bu holat psixoterapiya mashg'ulotlarini olib borishi natijasida yo'q bo'ladigan narsa. Mana shu fikrlarni tozalansa, qayta ishlansa, to'g'rilanadigan bo'lsa, miya avvalgidek siz xohlagandek to'g'ri holatda ishlay boshlaydi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, layk va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang.